Assalomu alaykum. Mani ismim Anvarjon. Siz neurogimnastika degan mashg'ulot eshitganmisiz? Miyamizni gimnastikasi. Bu nima degani? Miyamizni neyronlarini uyg'otib olish. Uyg'otib olish deganda diqqatimizni bitta joyga jamlab olamiz. Pauzaga bosib qo'ying. O'sha mashg'ulotlarda sizda chiqqan bo'lsa kommentariyada yozib qolasiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. İkinci mashg'ulot 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu narsani tezlashgan holatda qiling. O'xshasa sizning diqqatingiz, miya faoliyatingiz zo'r ishlagan bo'ladi. Diqqatingiz yaxshi bo'lmasa, ko'p kitob o'qing. Ko'p she'rlar yodlang, maslahatim. Если video yoqqan bo'lsa, bitta like, kommentariy o'rtag'izga jo'natib qo'ying.